Mospetdan ajoyib sovg'a, xavfsiz garov qo'ying va 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin. Video ostidagi havola orqali bizni Telegramdagi postimizni toping. Bu qimorda reklamasi edi. Bizni har xil odam ko'radi. Yosh bolalar va musulmonlarga tavsiya etmaymiz. Ganada afsuski son sanoqsiz bolalar tashlab ketilgan va quruqlik qurboniga aylangan. O'zlarini o'zlari boqadilar baliqchilik sanoati bilan. Bu yerdagi mahalliy aholi bilan gaplashganimda shuni tushunib yetdimki, bular uchun najot faqatgina kurash bilan. Hatto qochib qutulishga muvaffaq bo'lganlar ham yillar davomida shafqatsizlikka duch keladilar. Murojaatlar shu qadar ko'pki, ular hozir tibbiy yordamga juda ham muhtoj. Ularga ushbu zarur yordamni ko'rsatishga qodir bu hududda tibbiy muassasalar yo'q. Shuning uchun bizning vazifamiz yangi jarrohlik markazini qurishdir. Tibbiy yordam bo'shlig'ini to'ldirish va bu birodarlarga o'xshagan Ernest va Rishmon kabi omon qolganlarga yordam berish. Ularni ota-onalari tashlab ketgan va 16 yoshda qullikka sotilishgan. Bizni ota-onalarimiz bizni tashlab ketishgan. Biz ularni hattoki ko'rmaganmiz ham. Ular katta bo'lishgungacha boshlariga tushgan barcha kulfatlarga chidashgan va o'zlari uchun o'zlari kurashishgan. Ular ba'zida bizni ustimizdan kulib, bizni suvga itarib yuborishadi. Agar suzishni bilmasangiz cho'kib ketishingiz mumkin. Do'stlarimni hammasi shunday vafot etgan. Yaxshiyamki bu ikki aka-uka Ganameki Kefris kompaniyasi tomonidan qutqarildi va u bu yerda jimet sifatida tanilgan bolalar qulligi bilan kurashadi. Men Jimet va shunga o'xshash kompaniyalardan juda ham xursandman. Ular meni qutqarishdi. Men ulardan juda ham minnatdorman. Bugungi kunda Jimet bolalar uchun boshpana va yetimlarga o'tmishini unutishda yordam beradi va g'amxo'rlik qiladi va sevgi topishda yordam beradi. Ularning maqsadi bolalarni reabilitatsiya qilish va o'qitishdir. Shunda ular ketishganda o'smirlikdan boshlab ular yangi hayot boshlashga muvaffaq bo'lishadi. Aka-ukalarni qutqarib qolishganda xayriyatki tibbiy yordamga muhtoj emasdi, lekin ularning tengdoshlari bunchalik omadli emas. Yaqindan tanishish uchun men Ostin bilan uchrashdim. U Jimetning ijrochi direktori. U bilan uchrashishdan maqsad omon qolganlarga tibbiy yordam ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan muammolar haqida gaplashishdir. Ular Jimet markazidan yarim soatli masofada bo'lgan kasalxonaga borishadi. U yer shu qadar gavjumki, u yerda 600 kishilik navbat bor. Bu yerdagi asosiy muammo operatsiya xonalari yo'qligi. Shuning uchun navbat yetmaydi ham. Bu yerdagi ko'ngilli jarrohlar yonidan pul sarf qilib, kuniga 200 odamni operatsiya qilishadi, lekin baribir ham navbat ko'p. Va biz darhol yangisini Jimet huquqidagi jarrohlik markazini qurishni boshladik. Qurilish davom etayotganda esa men bolalar bilan vaqt o'tkazdim va bu yerdagi atmosfera qanchalik zo'rligini ko'ring. Bolalar bilan vaqt o'tkazish juda ham maroqli. Bu yerning atmosferasi menga juda ham yoqdi. Juda ham xushmuomala odamlar. Mr. Beast bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Men hayratda edim. Bunaqa mashhur odamni ko'rish menga orzu. Ganaga kelgan bolalar boshqalardan farq qiladilar. Ular o'zlarining o'tmishlarini qabul qilishgan. Bu juda kuchli, chunki ular juda ko'p narsalarni boshdan kechirishgan. Bu bolalarning yuzidagi iliq tabassumni ko'rib, ularning har birining ichida qanday og'ir taqdirlar borligini taxmin qilishning iloji yo'q. Agar Kori va Stes Hoffman 12 yil oldin Jimetga asos solmaganda, bularning hech biri sodir bo'lmagan bo'lardi. Ganaga ilk bor kelganimizda buni anglagan edik. Bu yerda juda ham ko'p bolalar bor, lekin ularni himoya qilish uchun hech kim yo'q. Bolalar o'sish va rivojlanish uchun oilaga muhtoj. Jarrohlik markazini qurilishi deyarli tugallanay deb qoldi. Biz esa ko'ngilli jarrohlar bilan gaplashdik, ularning tajribalarini o'rganish uchun. O'ylaymanki, kecha biz bu yerga kelganimizda bu yerda 600 dan ortiq odam bu yerda yordam so'rayotgan edi. Agar siz buni ko'rganingizda bir umr unutmagan bo'lardingiz. Bu yerga ixtiyoriy ravishda kelgan shifokorlar biz hayotimiz davomida ko'rmagan og'ir holatlardagi jarrohliklarga duch keladilar. Ko'ryapsizmi, bizda ko'ngilli o'z vaqtini sarflagan 60 kishi bor. Ular o'z yonlaridan xarajat qilib kelishadi va ketishadi. U shifokorlar yordam berishni xohlashadi, chunki bu yerda energiya bilan zaryadlangan, hamma narsaga chidaydigan va matonat bilan yashaydigan odamlar bor. Shuning uchun yordam berishda qo'ldan kelgan barcha ishni qiladilar. Va endi bir necha oylik qurilishdan so'ng yangi Jimet jarrohlik markazi qurib bitkazildi va tantanali ravishda ochish vaqti keldi. In the name of Almighty God, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ushbu markaz yordamida endi Jimet ko'proq bolalar va oilalarga yordam beradi. Endi bizda odamlarni operatsiya qilish imkoniyati bor. Tantanali ochilishdan keyin Jimet xodimlari yangi binoda bayram uyushtirdilar.
va ertasi kuni kechqurun ulardan bittasini qutqarishga muvaffaq bo'lishdi. Markazga yotqizilgan birinchi bemorlardan biri oyoqlari juda qattiq singan qiz Meri, u zo'rg'a yurardi. Uning baxtiga yangi Besning jarrohlik markazi filantropiya jarrohlari oyoqlarini tiklash uchun barcha narsani ta'minlashdi. Meri hayoti yaxshi tomonga o'zgarayotgan ko'pchilikdan biri. Endi Jime jarrohlarida esa ko'proq odamlarga yordam berish uchun imkoniyatlar mavjud. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Agar siz bizni qo'llab-quvvatlashni to'xtatmasangiz, biz ham bunday xayriyalarni qilishni davom etamiz. Qo'lingizdan kelgancha like bosish, kommentariy yozish va obuna bo'lish bilan bizga yordam bering, iltimos. Ekraningizda chiqqan QR kodni skaner qilib bizni pul tomonlama qo'llashingiz mumkin o'zbek kartalari orqali. Ekraningiz o'rtasida dumaloq qalqib chiqqan kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu bizning yangi Shuko Live kanali. Bu yerda sizlar uchun tez orada qiziqarli jonli efirlar o'tkazamiz. Ekran chetida chiqqan videolarni ham tomosha qilishga tavsiya beraman. Zerikmaysiz. Hammaga omad.